So'z erkinligining qonuniy cheklovlari. 3 bosqichli mezon. So'z erkinligi inson huquqlarining asosi bo'lib, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 19-moddasida mustahkamlab qo'yilgan. Unda shunday deyiladi: har bir inson fikr va so'z erkinligi huquqiga ega. Bu huquq har qanday aralashuvlarsiz o'z fikrini erkin saqlash, axborot va g'oyalarni izlash, olish va tarqatish erkinligini o'z ichiga oladi. Bu qanday axborot vositasi orqali bo'lishidan va davlat chegaralaridan qat'iy nazar amalga oshirilishi mumkin. So'z erkinligi bu faqat mustaqil huquq emas, balki demokratiyali jamiyatlarda ochiqlik, shaffoflik va hisobdorlikni ta'minlovchi imkoniyat yaratib beruvchi huquqdir. Biroq bu huquq mutlaq emas va ayrim holatlarda xalqaro inson huquqlari qonunchiligi asosida cheklanishi mumkin. Jumladan, siyosiy va fuqarolik huquqlari to'g'risidagi xalqaro paktning 19-moddasida so'z erkinligini cheklash uchun 3 bosqichli mezon belgilab qo'yilgan. Har qanday cheklov qonuniy, maqsadga muvofiq va zarur bo'lishi shart. Quyida ushbu mezonning har bir qismi izohlab berilgan. Birinchi bosqich: cheklov qonunga asoslangan bo'lishi kerak. So'z erkinligiga cheklov avvaldan mavjud va vakolatli organlar tomonidan qabul qilingan qonun yoki majburiy qoidalar asosida amalga oshirilishi lozim. Bunday qonun yoki me'yor aniq, omma uchun ochiq va tushunarli bo'lishi kerak. Agar u noaniq bo'lsa yoki keng talqin qilishga imkon bersa, bu so'z erkinligiga tahdid soladi va odamlar o'z fikrini bildirishdan qo'rqib qolishlari mumkin. Ikkinchi bosqich: cheklov qonuniy maqsadni ko'zlashi kerak. Xalqaro paktning 19-moddasi 3-qismi 4 ta asosiy maqsadni belgilaydi. Ularga muvofiq cheklov qo'llash mumkin: boshqalarning huquqlari va sha'nini hurmat qilish, jamoat salomatligini himoya qilish, milliy xavfsizlik yoki jamoat tartibini saqlash, jamoat axloqini muhofaza qilish. Bu maqsadlar aniq va cheklangan tarzda belgilanishi kerak. Aks holda ular orqali inson huquqlariga nisbatan noqonuniy aralashuvlarga yo'l ochilishi mumkin. Uchinchi bosqich: cheklov maqsadga erishish uchun zarur bo'lishi shart. Cheklov qo'llanilayotgan maqsadga samarali va mutanosib darajada xizmat qilishi kerak. Shuningdek, eng yengil shaklda qo'llanilishi lozim. Bu bosqich xalqaro standartlarga ko'ra eng murakkab hisoblanadi. Qonunchilik, sud va boshqa davlat organlari cheklovlar qo'llanilayotgan kontekstni inobatga olishi shart. Masalan, milliy xavfsizlikni muhofaza qilish maqsadida beriladigan cheklov urush paytida mumkin bo'lsa-da, tinchlik davrida asossiz bo'lishi mumkin. 3 bosqichli mezon so'z erkinligini cheklashda yuqori standartlarni belgilaydi va har qanday cheklovning qonuniyligini ravshan ifoda etishni talab qiladi. Bugungi tez o'zgaruvchi raqamli muhitda qonun ustuvorligini ta'minlash va so'z erkinligi hamda axborotga kirish huquqini kafolatlash uchun ushbu mezonni amalda joriy etish yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Batafsil ma'lumot va UNESCOning bu sohadagi faoliyati bilan tanishish uchun rasmiy veb-saytimizga tashrif buyuring.